Assalamualaikum do'stlar, sizlar bilan men Xatimdek To'lqin. Bugungi videomizda Xatimdek bozorchi o'ynaymiz. Shu o'yinda o'ynasa, like, podpisatsiya bosib qo'yishingizni chekmasin. Hop, o'yinimizni boshladik. Avval cheat kop qo'yamiz. Endi mana qo'yapti. Avval internetni o'chirib qo'yish kerak, to'g'rimi? Ko'plar internetni o'chirib o'ynaydi, bu o'yin internetsiz. Endi qochishni to'xtay deganim yetdiman. Ay, biror. Kim mana bu xonani ochgan? Aytib qo'yinglar. Manadan pul yechib olaman. 8 pul bo'ldi. Endi mazza qilib ishlayman. Mana qayerdaman bor ekan. Hop, nimani ko'rsatmoqchi tentak? 300 yil yo'q, ancha pulim yo'q. Aytgancha men bilan Marjona degan opam ham o'ynaydi. Birim yani o'ynaymiz. Ha, tez orada Shohruh akam va Marjona opam Minecraft o'yini bilan men bilan o'ynab video chiqarishadi. Hop, opam salomlashmoqchi ekan. Qani? Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan Marjona To'lqinning opasiman. Sizlar bilan hozir bozorchi o'yinini o'ynaymiz. Mazza qilib tomosha qiling. Mana men o'yinni boshladim. Bizning maqsadimiz kuchayish va mana bu. Hozir narsa ko'rsatib olaylik, stop qiling. Mana bu narsa nima edi? Mana shu narsa, mana shu yerdagi narsani, mana shuni kuchaytirishdir. Shu kuchaytirish. Qanchalik ko'p kuchaytirsam, shunchalik yaxshi. Aytgancha, bu o'yinda ikkinchi qavat yo'q deb eshitdim. Shuni kommentariyada yozib qo'yinglar, biz bilmas ekanmiz. Aytgancha yana bir savol. Bizning do'konimizning orqa tomonida hovli bor. O'sha hovlini qanday ochishni ham bilmaymiz. Bilganlar kanalga yozib qoldirsin. Albatta, like, podpisatsiya bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Mana biz hozirgidek kuchaydik. Hop. Internet o'chirilgan-ku. Bir sekund. Hop, mana tayyor. Endi manaqda tezroq o'chirish kerak. Manaqki o'ch. Hop, aytgancha men manaqni qidirib ko'raman hovlini ochish bo'yicha. Hozircha pastga shunaqa qilib turing. To'xtab turing. Hovlini ochishni iloji yo'q ekan. Yo'q bo'ladi, faqat 350 ming so'm pul yiqqandan keyin ozroq hovli qo'shib beradi. Keyin mana bularni yanada ochiladi mana bular. Qanchalik mana bu tepada kuchaysa mana bu o'sha ochiladi. O, mana yordamchi kelibdi. Endi meni o'rnimga ham ishlaydigan odam bor. Hozir keladi. Keldingmi? Hayla, ana eshik oldiga turgan emasmi? Bu yoqqa to'g'riga qarang. Emas. Hozir bitta bobani tortib oldim men. Yordam chiqib. Kelyapti endi. Bitta men bobani tortib oldim boyagina. Tortibsan. O, mana bu ishlamaydi. Ishlamaydi, ketib qoldi arasqa. Yerma chiqmayapti. O, chiqdim. Oho. Hop, siz o'zim ishlashga to'g'ri kelar. Rozi emasman lekin. Buni ketkizgan uchun roziman deb qo'yur. U boboyam nima qilsin? Yo'lda charchab qolgandir-da. 100 ming pulni qayerdan topaman? Tezlik effekti menga bermadi bachcha. Nolsin pul. Satosiga berdi 74 ming. Tips degan joydan pul olsa bo'la bilasan? Bilaman, bu yerdan kirganimdan pul olaman.
Faqat kirgandan boshdan kirak. O'sha payt pul olaman. Boshqa payt pul ola olmayman. Har bittamda boyagidek bo'ldi-ku. Maydi. Paydo bo'ldi-ku, olmaydi shuni. Birlikdan endi bos. Shunisi ham xato qildim. Ay chiqdi-ku narsalar, 3 ta narsalar. O'sha payt keyin bir-birimizga berishib o'ynaymiz. Buyurishib o'ynaymiz. Keyingi videoda Marjon opa va men qanaqa video chiqarishimizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Kontrmi, DLCmi Yo har doimgidek bozorchi o'yinmi? PUBG dan tashqari. PUBG o'ynaveraylik. Agar mana shu video 10 k like yig'sa, PUBG ham o'ynab ko'ramiz. Bo'pti, ketdik. Hop. Sizlar Shuncha bechora bir to'rishni olibdi. Nima demoqchi edingiz? Sizlarni zerikmastirish uchun biza shu o'yinda o'ynayapmiz. O'zi ancha bo'lib ketdi, 1-2 hafta bo'lib ketdi video chiqarmaganimizga. Sizlarni men o'yladim, har doim ovozsiz qilib video chiqaraman, to'g'rimi? Men o'yladim, ular zerikib qolishdi. Shuning uchun ovozli qilib o'ynay. Bir o'zim bo'lganda noqulay bo'lardi. Shuning uchun Marjon opam bilan o'ynashni boshladim. Keyingi safar Shoh akam yo Marjon opa, Shoh akam bilan Shoh akam kelsa, Marjon opa, men Shoh akam birga kontrollanib o'ynaymiz. Aytganda ovozsiz kontrollanib o'ynaganimizni ko'rganmisizlar? Ovozsiz edi, ularni o'ynagandik. Albatta kommentariyalarda bunisini ham yozib qoldiringlar. Xo'p, endi nima qilish kerak? Daji 200 mingdan ham oshdi. 350 ming pul yig'sak, nima edi? Anavi bitta yana ham ozroq joyda ochib olasdik. 1 soatlik videomni kim ko'rgan, albatta kommentariyada buni ham yozib qoldiring va o'sha 1 soatlik videomga like bosib obuna bo'lib qo'ying. O'sha videoda Minecraft o'yini va shu o'yinni o'ynaganman, esimda bo'lsa. O'ynagan bo'lsam, DLC yoki Contram o'ynaganman. Anchadan beri shortisiz chiqarganim yo'q. Zerikib qolmanglar. Iloji boricha tezroq shu do'konni bir qismini ochib olishimiz kerak. Bu bizga juda ham zarur. Qancha katta joy bo'lsa, shuncha yaxshi odam keladi. Kim qanaqa o'ylasa, buni ham kommentariyada izohlab qoldiringlar. Hozir 350 ming bo'lishga ozroq qoldi. Shu do'konni bir qismini ochib olsak, 15 minutlik video bo'ladi deyman. Hozir biza srochniy bir joyga o'tirishimiz bor, ketishimiz kerak. Xo'p, endi men o'ylayotgan qaranglar. Mana do'konchim shu. Kim mana shu yerni ochishni bilmasa, hozir sizlarga o'rgataman. Ochishni biladiganlar uchun qarshi soqchalib qo'yaman. Xo'p, endi bilmaydiganlar uchun o'rgataman. Avval endi bilmaydiganlar uchun avval mana bu yerga kiramiz. Mana. Mana shu yoqqa kirgandan keyin va mana bu joyga kiramiz. Mana shu yerga deb o'ylayman. Kirganimizdan keyin mana shu tugmani bosamiz. Yo'q, bu tugmani bos ekan, mana bu tugmani bos ekanmiz. Ana. Ibi, xato. Yana ozroq pul yig'sak-chi, mana shu yerda ochardik. Xo'p, qarang. Mana bu yedimi deymanda. Xo'p, mana shu yoqqa kiramiz. Yo'q, bu emas ekan. Mana bu. Xo'p, mana topib oldim. Mana yana bosib oldim. Mana shu. Agar mana shu yerni bossangiz,
o'sha do'kon ochiladi. Va endi biza chiqish navbati keldi va Hech bo'lmasa ana nimani ochib olishimiz kerak. do'konni birinchi ochib 3000 kerak. 250, 247. Hop, mana bularni ochamizmi? Yo'q, hali ochma. 350 yo'q, yetmaydi. Mana qanaqa narsalar o'shadan qo'yib olish kerak. Yo'q, buni olib bo'lganman pulini. Aytdim-ku. Yo'q. Olib bo'lganman buni pulini. Endi mana buni avval qolishimiz kerak. Qurdim ketdi hammasi. Keyin ana ularni ochamiz, masalliqlarni. Hozir birinchi 3000 so'm pul yig'sak, yana do'konimiz kattashing birga ko'ramiz. Ungacha like, podpisatsiya bizga juda ham zarur. YouTube kanalga olishimiz uchun sizlar ham hissa qo'shinglar, iltimos. Ha, sizlar bilan To'lqinbek kala bo'ldi. Xayr, sog' bo'ling. Hali ana o'chirmaylik. Ha, 3000 so'm Marjon opam sizlar bilan gaplashmoqchi ekan. Nimalardir? 3000 so'm hozir yig'sak, ochishimizni ko'rasizlar. Ungacha har doimgidek like, podpisatsiya. Hop, Marjon opam sizlar bilan qolishini boyagina quloqimga aytdi. Shu uchun mana shugina narsalarni ham sotib olaylik. Mana shugina narsalarni ham hattoki mana bu kichkina o'yinchilarni ham sotib olaylik deydilar. Hop. Endi bichigina Ya, pulni kim ishlatdi? pulni hech kim ishlatmadi. O'zi 47 ming edi. 147 ming edi. 149 ming bo'ldi. 151 ming bo'ldi. Tez orada 100 kim ishlatdi pulni? Endi biz kalla ko'rdi. Kim ishlatdi? Mana xayol surib o'tiradi har doim. Shuni chiqmay turib ham ustiga bossangiz bo'lardi. Hop, opamning yuragi chiqib ketaydiganda duk qilyotibdi. To'g'rimi? Da. Sizlar bilan xayrlashishimizga to'g'ri kelyapti. Hozir tinmay o'rtoqlarimiz teryapti. Barcha blogerlar birga yig'laylik deyapti. Shu uchun bizga ketishimiz kerak. Xayr, sog', omon bo'ling. Sizlar bilan To'lqinbek va Marjona xon bo'ldilar.